Mana sizlarga oilaviy dacha, o'rtoqlar, arzonga bichot qilib beradi. Basseynlar filtrli ekan, o'tiradigan joylari bor, detskiy basseyn bor. Basseyn har doim toza turadi, to'g'rimi bichot? Filtr ishlab turibdi. Nechta xona bor? Bu yerda jami 4 ta xona bor. Jami 4 ta xona bor ekan. 10 ta odam, короче, joyla olasiz bemalol. 10 ta odam joyla oladi. Bu yerda tapchan bor mana, kolonka, Wi-Fi internet ham bor ekan. Televizoringiz bor, xolodilnik ishlayapti. Bu produkt qilib kelsa bo'ldi xullas. Navbahorda, Toshkentga yaqin, o'rtoqlar, rohatdan 25 kilometr, Yangi O'zbekistondan 20 kilometr chiqadi. Parkent tumaniga kiradi. Issiq suv, sovuq suv bor, ikkita qozon. Mana shashlikni bu yerda qilish kerak ekan. Bemalol mangal katta kavkazskiy, bu yerda o'zbekcha variant. Narda ham qo'yib qo'ygandirsiz? Narda ham bor, bilyard bor, karaoke bor, Wi-Fi bor. Faqat PlayStation yo'q. Menga dachiz yoqqan tarafi Dilshod, katta daraxtlar bor, kashtan daraxtmi nima bo'lar? Opti umuman tushmas ekanda, xullas. Salqin o'tirasizlar. Maza qilib, cho'milib, dam olib ketadigan joy. Magazin bir qadam. Ha, bu Navbahor sentrda joylashgan joy, eng zo'r tarafi. Orqasi shunda magazin, naryoqda bozorcha. Mayda shudaga olib chiqaverasizlar, pishkom chiqib kelaverasizlar. Dilshodni o'zi kutib oladi. Qo'yini bo'sh bola, yaxshilab kindalisizlar. Narxini kelishtirib qilib bering, xudo xohlasa chiroyli qilib. Sezon boshlandi. Podpiska bo'lishdan chiqmasa o'rtoqlar.